Diqqat, sud. Marhamat, boshlovning. Eringizni uyida siz mana bu ikkinchi eringiz bilan birga yashadingiz. Yashadik, bitta hovli joyda yashadik. Aha, bitta hovlida yashadik. Mana qarang, bitta hovlida yashagan bo'lsalar, biratni qana ko'ndirdingiz mijimiga. Ha? Xo'jayinim birinchi bo'lmaydi, umuman to'g'ri kelmaydi. Xola nima deb o'ylaydi dedi. Ha, mana qarang, tushunishim bo'yicha pochcha boshida qarshilik qilgan. Keyin bir ikkita jangdan keyin pochchaga ham yoqib tushgan mijimi. Ha? Xatiyabani ikkinchi brat bilan nikohingiz bormi? Ha? Ha, nikoh bo'ldi. Aha, nikohi bo'lgan. Marhamat, savollaring bormi? Jinsiy aloqa bo'lganligini turmush o'rtog'ingiz bilganmi, bilmagan? Bilgan. Bilgani? Iye, mana qarang, xulab qoldingizmi siz? Ha, ertalabdan beri nimani gaplashyapmiz? Iye, qanday bilmaydi, ikkiga bir solish yotibdi-yu. Iye, biladi. Gapiringchi siz? Xonada xo'jayiningiz yotsa, bu xonada siz jinsiy aloqada bo'lgan uyalmadingizmi siz? O'shanga majbur qildi-da. Aha, majburlagan. Mana qaragin, san ham qo'shilib olasanmi 3-bo'lib? Ishxonasining eshigi 3tayu. Ha? Voy malades, ko'tingizni qising siz. Voy biladi.